BMW poygaga qanday tayyorlanadi? 83 kilogrammli OEM o'rindiqlar ketib, o'rniga poyga o'rindig'i qoldi. Bagaj materiali taxta pol, zaxira g'ildiraklar, domkrat, plastik 35 kilogramm. Uchala stoykadagi 4 tala eshiklar ichki tashqi tomonidagi rul ostidagi plastik qoplamalar ketadi. Bu yoqda poyga uchun umuman kerak bo'lmagan arzonchi plastiklar ketsa bo'ldi. U kapot ochgichi oldidagi qoplama bo'ladimi farqi yo'q, lekin yechishda ehtiyot bo'lish kerak. Klipsalar sinib qolmasligi uchun uni bittada qattiq siltab tortish kerak. Sekin tortsa bu nozik nihollar sinib qoladi. Chiroqlarni shtekerdan sug'uramiz. Karnaylarni olib tashlaymiz. Remellar ham kerak emas. Barni esa avaylab ochib, aynan Y46 bilan proyekt qiladigan akalarga sotib yuboramiz. Shuncha plastik, ovoz yutgich va remel mexanizmlari 23 kilogramm bo'ldi. Navbat gilamga. Uning uchun gaz pedalni chiqarib shtekerdan uzamiz va breketini shassidan olamiz. Mahkamlagichlar ketadi. Korobka oldini esa kesamiz. Faqat chuqur emas, chunki ortida simlar bor. Gilam ostida esa ikkita narsa bor. Penoplast, shunchaki polni tekis ushlash va issiqlik uchun va orqaga havo uzatish kanali. Bu narsalar ham 20 kilo bo'ladi. Qarang qancha qalin. Hozir shu joyda ovoz yutadigan materiallar bor. O'rganmagan ko'z ilg'ashi qiyin, lekin shu to'q kulrang narsa aniq o'zginasi. Bularni yo'qotmasa, karkas svarka qilganda ular yonib ketishi mumkin. Yo'qotish oson ish emas. Material kilelangan, lekin quruq muz qo'l keladi. Uni to'kishdan oldin hamma eshik ochiq bo'lishi kerak. Bo'lmasa kislorodsiz qolasiz.